Men hammasini yig'ishtirib, hali aytgan gapim. Bir chiroyli, sokin, tinch hayotda yashamoqchiman. Bu nimaga? Men o'zimni qo'limdan kelgancha odamlarga yaxshilik qildim. Mendan zo'rlari ham chiqadi. Men bundan keyin chiqadi. Men zo'r emasman, mendan zo'r insonlarga yordam beradigan odamlar chiqadi. Koreyaga osh qilib chaqirsa ham yoki sayohat uchun ham men kelmayman. Mor bo'lib bolasiga, otasi-yu onasiga, sog'inch bilan oilasiga maktub yozar musofirlar, sog'inch bilan oilasiga.